Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ota-onasi do'zaxda bo'ladi. Payg'ambarimizning ota-onasi kufrda o'tgan deydiganlar ko'payyapti. Shu gapni ko'tarib yurganlar bor. Bugungi mavzumizga bu ta'alluq topadigan mavzu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nazdlarida ota-onasining darajasi qanday bo'lgan va Payg'ambar alayhisolamning ota-onasini kufrda deyish nima o'zi aslida, yoki u zotni ota-onasi do'zaxga tushadi deyish nima aslida? Chunki o'tgan yillarda o'sha bundan 30 yil, 40 yil mobaynida hatto Harami sharifda, Madina masjidida va'z aytadigan voiz domlalardan ba'zilari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ko'k gumbaz ostida yotgan bir jasadda, bu zotni ziyoratiga shoshmanglar. Masjid ziyorat qilinadi, bu zotni qabri ziyorat qilinmaydi degan gaplarni aytgan voizlar bo'lgan. Albatta hammasi jazosini olishgan, lekin bu narsa ko'payib urchib borgan va hatto aytayaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ota-onasi islomdan oldin o'tgan va ular kufrda o'tgan deyishyapti. Mana shu borada Qozi Abu Bakr al-Arabiydan so'raganlar. Bu kishi Imom Malik mazhablaridagi ulamolardan, Maliki mazhabining ulamolaridan al-Arabiy. Payg'ambarning ota-onasini do'zaxda deyish nima bo'ladi deb so'rasalar, u kishi aytgan ekanlarki, u mal'undur. Kim shu gapni aytsa mal'undur debdilar. Ibn al-Arabiy emas, al-Arabiy. Mal'undur debdilar va gaplarga dalil keltiribdilar. Alloh taolo Ahzob surasining 57-oyatda marhamat qilgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladzina yu'zuna Alloha va rasulahu la'anahumullohu fid dunya wal akhirah va a'adda lahum azaban muhina. Sadaqallohul azim. Allohga va uning rasuliga ozor berganlarni Alloh taolo dunyo va oxiratda la'natlaydi va ularga xorlovchi azoblarni tayyorlab qo'ygan deb oyat o'qidilar. U so'ngra aytdilarki: "Va la adha a'za min ay yuqala an abihi fin nari." Payg'ambarning otasi yoki onasi do'zaxda deyishdan ko'ra payg'ambarga kattaroq ozor bormi dedilar al-Arabiy. Masalan, birovimizning ota-onamizni shunaqa desa qanchalik xafa bo'lamiz, qanchalik dilimiz og'riydi. Ota-onamizni kamsitsalar qanchalik dilimiz og'riydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ota-onalarni yaxshi ko'rganlar, otalarini ko'rmaganlar. Onalarni yaxshi ko'rganlar, otalarini ham yaxshi ko'rganlar. Onalarni qabrlarini 40 yildan keyin borib ziyorat qilganlarda yig'laganlari va yig'lashlari oddiy yig'i emas edi, ta'sirlik chiqib atrofidagilarni yig'latganlari haqida hadis sharif rivoyat qilingan. Qaysi birovimiz 40 yillik otamiz va onamizga borib yig'lashimiz mumkin? 40 yildan keyin ular o'tib ketganlardan keyin payg'ambar alayhisalom yig'laganlar. Ota-onaga bo'lgan azbiroyi muhabbatlari, sog'inchlari insoniylik holatdan kelib chiqib yig'laganlar. Endi u zotni ota-onasini do'zaxda deyish payg'ambarga ozor yetkazish bo'ladi. Payg'ambarga ozor yetkazganni Alloh taolo dunyo va oxiratda la'natlaydi. Qur'ondan istinbot qilish bunday bo'ladi deyapti ulamolar. Imom Suhayli Ar-Rawdul Anf va Ar-Rawdul Unf degan kitoblarida aytayaptilarki, bizga payg'ambarimizning ota-onasi haqida bu gaplarni aytish hech yoqishmaydi. Durust emas. Chunki u zotning o'zlarining hadislari bor ekan. La tu'dul ahya'a bisabbil amwat deganlar. O'liklarni so'kib tiriklarga ozor bermanglar deganlar. Shuning uchun la'natlash borasida aytadilarki, ulamolar fazil emas. Birov-birovni la'natlamagan uchun gunohkor bo'lmaydi. Ammo la'natlash lozim bo'ladigan bo'lsa, kufrda o'tganligi aniq bo'lgan bo'lishi kerak va o'sha odamning musulmon qarindoshi bo'lmasi kerak. Hazrat Alining otalari Abu Talib islomdan oldin o'tdi, islomni qabul qilmadi. Abu Talib la'natlanmaydi. Nimaga? Jiyanlari bor payg'ambar alayhisalom, o'g'illari bor Hazrat Ali, ularga ozor yetadi. Va hokazo. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhudan Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida, Imom Nasa'iy rahmatullohi alayhi o'zlarining sunnanlarida rivoyat qiladilar.
Payg'ambar Efendimiz aytdilar sallallohu alayhi vasallam: "La tasubbu amwatana fatu'u ahya'ana." O'lganlarimizni so'kmanglar, tiriklarimizga ozor berasizlar deganlar. Xo'p, unda narigi tomon aytayapti. Anasdan bo'lgan rivoyat bo'lgan hadisga nima deysizlar deyapti. Anas keltirgan hadisda nima deyilgan? Bir kishi aytganki, "Ya Rasululloh, otam qayerda?" degan. "Otang do'zaxda" deganlar. Haligi odam yig'lab, papa bo'lib ketgan. Keyin uni chaqirdilar-da, chaqirib, "Sening va mening otam do'zaxda" dedilar payg'ambar alayhisalom. Shu hadisni keltirishyapti-da, Rasulullohning ota-onasi do'zaxda bo'lgan. Mana aytganlar-ku deyapti. Ammo ulamolar hadisni tushuntirishlarini ayting. Qarang. Bu hadisni tushunamiz. Hadis sharifdagi ota so'zi abun kalimasi bilan keldi deyapti. Abun arab tilida otaga ham, otani o'rnida bosgan amakiga ham yoki boboga nisbatan ham ishlatiladi. Qur'onning odati tug'dirgan ota-ona demoqchi bo'lsa, abunni ishlatmaydi. Abavay demaydi. Validayn deydi. Valid so'zini ishlatadi. Bunga misol Qur'onda Hazrat Ibrohim alayhisalomning otalari Ozor buttarosh bo'lgan deyiladi-ku. Oyat keladi. Va iz qala Ibrohimu li abihi Azara. Al-An'am surasi 74-oyatda. Ibrohim otasi Ozorga aytdiki deyilyapti. Ozor buttarosh bo'lgan. Lekin bu yerda abihi li abihi keldi deyapti. Ibrohimning tug'dirgan otasi emas edi Ozor, otasining ukasi bo'lgan. Otasi Ibrohim yoshligida vafot qilib, o'g'lini tarbiyasini ukasi Ozorga topshiradi. Ozor Ibrohimga ota o'rnida tarbiya qiladi. Chunki yana bir hadis sharif bor payg'ambar alayhisalomdan. Mening nasabim, mening sulbim Hazrati Odamdan pok naslda kelganlar deganlar. Payg'ambar alayhisalomning nasablari haromda bo'lishi mumkin emas edi. Kufrda bo'lishi mumkin emas edi. Zinodan bo'lishi mumkin emas edi. Hazrat Ibrohim payg'ambarlar otasi. Ibrohimning otasi buttarosh bo'lishi mumkin emas edi. Amakisi Ozor buttarosh edi. Ibrohimning otasi solih zot bo'lib, Ibrohim yoshligida o'tib ketgan edi. Xuddi shunday payg'ambar alayhisalom otalari Abdulloh ham solih bo'lgan. Abdullohning otasi Abdul Muttolib ham solih zotlardan bo'lgan. Ular butga sig'inmaganlar. Hazrat Iso bilan payg'ambar alayhisalom o'rtalarida 6 asr o'tgan bo'lsa, shu muddatda Hazrat Isodan keyin ular Hazrat Isoni dinini imkon boricha saqlab turganlar. Yangi din, yangi payg'ambar, oxirgi payg'ambar chiqishini kutib. Va hokazo. Shuning uchun Anas keltirgan hadisni shunday tushunamiz deydi ulamolar. Xo'p, payg'ambar alayhisalomning ota-onalari kufrda o'tgan deydigan odamlar juda katta xato qilgan bo'ladi, lekin ular islomdan chiqib ketmaydi. Ularni kofir demaymiz, chunki payg'ambarning ota-onasi do'zaxdami, jannatdami degan masala islomning asl masalalaridan emas. U odamni dindan chiqaradigan darajadagi asli masalalar emas, balkim bu zaruriy masalalardan emas va hokazo. Bu lavhani o'qib berishimning sababi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ota-onalari islomdan oldin o'tganlar, to'g'ri. Lekin u zotda ota-onalarini kufrda o'tgan deyish bilan payg'ambar alayhisalomga ozor yetkazilgan bo'ladi deyildi ulamolarning gaplarida. Nimaga asoslanib aytildi bu gap? Payg'ambar alayhisalomning ota-onalari bo'lganlari uchun. U zotni ular dunyoga keltirganlari bo'lgani uchun. Ota-onalarga ana shunday bog'lanmamiz bor. Bu rishta eng yaqin kishilar kimlar? Kim aytasizlar? Eng yaqin inson kim bo'ladi? Er-xotinlar. Chunki bularda yaqin odam yo'q jismonan qaraganda. Chunki bular tam mahram. Er-xotin bir-biriga qo'shiladi, tanalari qo'shiladi. Bir-birini yalang'och ko'rsalar gunohi yo'q masalan. Tam mahram bular. Ammo o'lim bularni tan mahramligini uzadi, nikohini botil qiladi. Lekin o'lim ota-ona va bolaning o'rtasidagi rishtani uzolmaydi. O'lmasdan oldin ota-ona va farzand qanday ta'sirlangan bo'lsa bir-biri bilan, o'lganlardan keyin ruhlariga xuddi shu ta'sir davom etadi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom aytdilar: "O'liklarimizni so'ymanglar yoki o'liklar haqida, o'lganlar haqida yomon gap gapirmanglar."
yaxshi gap gapiringlar va hokazo hokazo.